Ko'rib turganimiz Andijon Jahon bozor meva bozori bo'ladi. Bu videoda bosh qorong'i opalar ko'rmaslikni maslahat qilaman. Chunki bu yerda ajoyib mevalar bor. Kirishimiz bilan bizni mandarinlar kutib olyapti. Chunki yangi yil sezonda mandarin yeyiladi. Mon qaranglar. 1 yoshli mandarin 160 ming so'm ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib olaverasizlar. Ananaslar, mon qaranglar, ananaslarni faqat yangi yilda yerdik mana. Kivini yoshligimizda kartoshka deb o'ylardik. Kivini qaranglar, kivilar ham shunaqa ko'p ekan. O'zi ham juda ham assortiment katta bozor. Bu albatta Jahon bozorida optim meva bozor bo'ladi. Narxlari ham joydaricha kelaverasizlar. Nomini bilmaydigan mevalarim ham bor ekan. Shu videoda bosh qorong'i opalarga yuborib qo'yinglar, bir azoblaylik. Mo'qarlar qip-qizil olmalar qars qilib tishlab yeydigan. Xullas bu Jahon bozorida optim meva bozori bo'ladi. Yomg'irlar yog'vordi. Mana shu yomg'irlarda men daryo, toshqin, suvlar, to'lqin o'ta olmayman deb videolarni oldim. Videoga maksimal like bosasizlar, Jahon bozoridan ko'rayotganlar obuna bo'lasizlar, padesha qilasizlar. Meva bozoridan ko'rayotganlar men meva bozoridan ko'rdim deb kommentga yozasizlar. Mo'qarlar. Mevani har xil turlari bor ekan. Qulpunoylar, gilozlar, uzumlar, malinalar. Yana keyin Xitoyda uzumlari, Xitoyda kokoslari mo'qarlar. Kokoslar ham tayyor ekan. Shuni teshashlarga ichaverasizlar ekan. Olmalar, gilozni qaranglar, giloz, qip-qizil giloz, katta giloz. Menimcha u mayski giloz bo'lsa kerak mo'qarlar. Juda ham assortiment ko'p. Albatta bu Jahon bozorida meva bozori. Meva bozoridan ko'rayotganlar kommentga yozinglar, men meva bozoridan ko'rdim deylar. Akajon rahmat deb qo'ysiz, xursand bo'laman. Mo'qarlar assortiment juda ham ko'p. Ananasda archilgani ham bor ekan. Shunday ochasizlar telefondan yeyaverasizlar. Xullas optim meva bozori bo'ladi. Videoga maksimal like bosasiz, obuna bo'lasiz. Bemalol shu bozorga kelib xarid qilasizlar. Uzumlar bor, bananlar bor, gilozlar bor. Mo'qarlar yomg'ir yog'ishiga qaramasdan sizlar uchun chiroyli video qilay deb tayyorlab qo'yapman-da. Qora uzum, oq uzum, hamma uzumlardan bor. Videoda kommentga yozinglar, qaysi bozorga o'tay. Qaysi bozor ko'p yozilsa, o'sha bozorga o'tib montaj qilaman, obzor qilaman. Xullas shunaqa yomg'irda video oldim. Shu mehnatlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lsanglar xursand bo'laman. Hammaga kattakon rahmat.